Aziz obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, Urganch shahrimizdagi 5 qavatli domni 4-etajida, 4-qavatida bir xonali tayyor holatda yana pod ключ kvartirani sotib olib chiqdi. Podyezdni ko'rsatib o'tdim yana. Xudo xolasa podyezdlari kengina 3 kvartiradan tushgan. Oyoq telam muramil qilingan. Girib hozir obzor qilib chiqamiz. Xudo xolasa. Endi shuni girgan yerimiz, endi tashqari qismida shuni demir eshiklar o'zini zavasi qo'yib, cho'tchi innadan demir eshik qilingan, oyoq telari po'latilgan. Bismillah deb giramiz. Yana yon tarafini xonasi oboydan chiqib turibdi. Fotologlar tayyor. Jaluzilar turibdi. Oynalar deyishana qaragan, akfa radiator batallar qilingan. Registrlarda akfa. Podokонник ham qo'yilgan. Plastikdan oboydan oyoq tel oynab qo'yildi. Rozetkalar kelgan. Narxini oxirini aytamiz. Yurtdoshlar videoni o'tkazmay oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Keyin chiqqanimizdan keyin chap tarafda sanuzel, vanna, hojatxona, oyoq tellari kafel bilan qilingan yonboshlarida, va oboy qilingan eshiklar, MDF ajoyib eshiklarda. Ajoyib yana. Taraf oshxona qismi bo'ladi. Bu ham MDF eshikdan qilingan mustahkam. Gaz plita, stenli kotyol. Yana stabilizator, reduktor hammasi yegan ishlab turibdi. O'tni yetadi. Batareyalar, akfa radiator batareyalarda. Podokонниклari ham urilgan ekan. Akfa aynalar qilingan. Gaz plita, kuxonniy garniturlar ham bor. Aziz yurtdoshlar, xonadon egasi shu gaz plita, kuxonniy garnitur ishi ko'rib turgan holda hech narsani olib chiqmay sotib ketadi. Aziz yurtdoshlar, shu narxning ichida bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, ham melaminat pol qilingan. Tayyor. Hujjatlar joyida. Hech qanaqa kredit yo'q. Kredit to'langan, beklangan. Doğru notariusda oda o'tirib beradi. Narxi aziz yurtdoshlar 255 million deb turibdilar. Xudo xolasa kelishiladi. Savdolashib qaytimi bor. Ikkilamchi olaman desangizda, ikkilamchi ham chiqadi ekan aziz yurtdoshlar. Ikkilamchi qilib kelishib bank bilan xarid qilsangiz ham bo'laveradi. Ajoyib faizli bir xonali uy, kvartira. Bu videorolikni bir xonali uy olaman deb yurgan yaqinlaringizga tarqatib berib qo'yishni unutmang aziz yurtdoshlar. Ekranda telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqib bog'lanaversangizda egasini yoniga aytib, xudo xolasa o'zlari bilan gaplashtirib, savdolashtirib beramiz aziz yurtdoshlar. Shuning bilan bugungi videorolikimiz o'zini qayerasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizani ko'rib kuzatib boravering. Videorolikimizga birdan like bosib, kanalimizga podpiska bosib qo'yishni unutmang aziz yurtdoshlar.